Vaqt chetkilekti. 2 minutday vaqt bor, және qilqindirib жатыр, qarangizlar. Beriladi, Ya. Қалай дегенмен сенсация болған жоқ. Құрметті көрермен, Ақтілек Жолшыбеков бірінші раундтың өзінде де, өз басынан жоғары секірді, бірақ қалай дегенмен бұндай форматта. Великолепный бой, как думаете? Рахмет. Сатурн, ты был в опасности очень жесткой. Мне кажется, ты не был в такой опасности за свои 7 боев. И все-таки выиграл. Тебе слово. Assalomu alaykum, O'zbekiston! Balandroq, O'zbek, o'ziga bek! Alhamdulillah, g'alaba berdi. Allohimga behisob shukrlar bo'lsin. Men bir oddiy bandaman, shunchaki yo'lovchi. Menga bergan ne'matlar egasi bu Allohdir. Menga ko'maklashgan akalar bor, hammasiga rahmat. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev, boringizga shukr. O'zbekiston yurtimizni tinch osoyishta saqlaganingiz uchun Otabek Umarov aka, rahmat. Sportga shuncha rivoj qo'shgan. Parviz aka, sizga ham rahmat aka. Erkabulan qaydasan, baurim? Erkabulonjon aylanib kelay. Ana endi barotsa qilaman. Xohlasang 5 raund, xohlasang 3 raund. Qo'ling faqat havoda giraylanadi. Men seni yerda tutarib, xuddi shunaqa bug'aman. Xudo xohlasa inshaalloh. Следующий любой боец, медийный боец, Saturn готов. Alhamdulillah. La ilaha illalloh, Muhammadam Rasululloh. Bilasizlar, meni patishga qilayotgan Akmal aka, assalomu alaykum. Samarqand joningiz sog' bo'lsin. Shoh aka, rahmat sizga. Kattakon, otam, onam, onajonim, endi yuzim yorug' bo'ldi. O'tgan safar yutqazib qo'yganimda mendan voz kechganlar. Endi bonim og'riq. Ana endi onamning oldiga yorug' yuz bilan boraman. Qashqadaryoga. Nishon